could have'dan grammatikadagi strukturasi, ya'ni formulasi subject plus could have plus verb puch yoki ed, ya'ni noto'g'ri fe'l bo'lsa fe'lning 3-shakli past participle shakli, to'g'ri fe'l bo'lsa ed qo'shimchasi qo'shiladi. Inkor shaklida subject plus could not have verb puch yoki ed, so'roq shaklida could oldinga chiqadi, subject plus have verb puch yoki ed hisoblanadi. Asosiy ma'nosi va ishlatilish holati ikki xil bo'ladi. O'tmishda boy berilgan imkoniyat birinchi holat, ya'ni bunda o'tmishda biror bir ishni qilishga imkoniyat yoki qobiliyat bo'lgan, lekin u ish qilinmagan bo'ladi. O'zbek tiliga qilsam bo'lar edi, lekin qilmadim deb tarjima qilinadi. Misol uchun, I could have stayed up late, but I went to bed early. Kecha uyg'oq o'tirsam bo'lardi, ya'ni imkonim bor edi, lekin barvaqt uxladim. Yoki she could have won the race, but she stumbled. Demak, u poygada g'olib chiqishi mumkin edi, kuchi yetardi, lekin qoqilib ketdi degan ma'nolarda ishlatyapmiz. Endi ikkinchi holat esa o'tmishdagi bir taxmin hisoblanadi. Bunda o'tmishda biror bir voqea sodir bo'lgan bo'lishi mumkinligi haqida taxmin qilamiz. Bunda biroz voqea aniq bo'lganmi yo yo'qmi, bu voqeani biz bilmaymiz, lekin o'zbek tiliga balki shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin deb tarjimada olib o'tamiz. Misol uchun, where is my phone? I don't know, you could have left it at work. Telefonim qani desa bilmayman, balki ishxonada qoldirgandirsan. Ya'ni you could have left, sen qoldirgandirsan. Yoki why is he late? Nimaga u kech qoldi? Nimaga u kechikdi desa, he could have missed the bus. U balki avtobusga ulgura olmagandir. Demak, o'tgan zamonda shunaqa bo'lgandir deb taxmin qilganimizda ham ishlatilishi mumkin. Inkor shaklida esa shuni umuman mutlaqo imkonsiz holat bo'lsa, shu vaziyatda demak qila olmasdi, bunga imkoni yo'q edi degan ma'noda keladi. I could have passed the exam even, ya'ni I couldn't have passed the exam even if I had studied more, it was too hard. Ko'proq o'qiganimda ham baribir imtihondan o'ta olmasdim, juda qiyin edi. Ya'ni o'tgan zamonda shuni baribir qila olmasdim deb aytishda ishlatiladi. And he couldn't have stolen the money, he was with me all day. U pulni o'g'irlagan bo'lishi mumkin emas, u kun bo'yi men bilan, ya'ni shu bo'lishi mumkin emas, bunga imkoniyati yo'q edi deganimizda demak could have verb ishlatiladi. Endi o'quvchilarning eng ko'p qiladigan xatolari bizda common mistake'lari bu I could have dan keyin fe'lning birinchi shaklini olib qo'yishlari. Yo'q, bizda doim fe'lning uchinchi shakli yoki ed bo'ladi. I could have gone to the party, bu to'g'ri javob, lekin odatda go ham ishlatib qo'yish holati bo'ladi. Endi ikkinchi ko'p qilinadigan xato esa talaffuzda bizda have, ya'ni I couldn't have done deganimizda I couldn't have done deganimizda, ya'ni have juda yashirin talaffuz qilinganda ko'pchilik buni off deb o'ylaydi, ya'ni I could have done'ga o'xshab ketadi, lekin unday emas. Bizda he could have done yoki I could have done bo'lib ketadi. Shunga e'tiborli bo'lamiz. Endi sizlarga mini test, ya'ni multiple choice qilib berilgan, ya'ni shu yerda nima qo'yish kerakligini bitta ishlab, javoblarni kommentariyalarda jo'natishlarini kutib qolamiz. Thank you for your attention. Follow more our Telegram channel and on our YouTube channel. Thank you for your attention.